Toshkent tumanida Kultepada joylashgan shunaqangi zo'r yeri narxida uncha-muncha qurilishlari bor. Joy topib qo'ydim. Uch okalarimiz bormi, quruvchi okalarimiz bormi, bemalol kelib hech qachon uyalib qolmaydigan katta yo'lni yuzidan 100 metr kirganingizda fasati 20 metr, ichkarisiga 40 metr shunaqa uchastka topib qo'ydim. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. 8 sotuvdan iborat. Narxini ham boshida aytib ketaman. $85,000 deyishyapti. Yana kelsanglar, u yog'ini tepasida gaplashib olamiz. Kirib kelganingizda shunaqangi katta ziloniy zonalari bor, mamta mol boqadigan joylari bor. Ko'rsanglar, vobshim zo'r. Qurilish qilaman deydigan okalarimiz ham, mol boqaman deydigan okalarimiz ham yana uzatib tursanglar, like bosib, eng zo'rlarini qo'yib boramiz. Mana ko'ryapsizlar, 8 sotuvli uchastkamizni juda katta kenglikda. Mana bunaqa o'ziga yarasha zdaniyalari ham bor. Bemalol kelib o'zingiz ta'minlab, cho'tki qilib olsanglar bo'ladi. Bu yerda mol boqishimiz uchun bemalol zo'r qilib qilib olsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, hovlimizni juda katta kenglikda. O'zingiz yaratib olaverasizlar bu yog'ini qarab-qarab, lekin bunaqa arzon uchastka hech qayerda yo'q. Podpiska bo'lish hech qachon unutib qo'ymanglar lekin.